Aslida inson uyg'ondi, xavotir yo'q, qo'rquv yo'q, u avtomatik ichida to'liqlik holat bo'ladi. Ya'ni u постоянно to'liq bo'ladi. U tushunishni boshlaydi. Ya'ni nimaiki men hayotimda nimaiki qilsam, har doim yaxshilik bilan tugaydi. Bu обязательно katta bir maqsad emas. Aslida misol uchun qornim ochdi, yedim, yaxshilik bilan tugadi. Choy ichmoqchi edim, choy ichdim, yaxshilik bilan tugadi. O'rnimdan turganim yaxshilik bilan tugadi, shu men hayotni ko'rdim. Nimaiki zapros, ya'ni bu bizni zaprosimiz har qadamimizda bor-da. Misol uchun bolangizni o'pmoqchi edingiz, zapros ketdi, niyat ketdi. Bo'ldi, yaxshilik bilan tugadi, bordingizda o'pdingiz. Sizda уже energiya ketmaydi, xavotir. Qani bu yerda xavotir? Nimaiki hayotingizda qaysi qadamlarni bossangiz, nimaiki plan qildingiz, men misol uchun elementarni, mana shu plan qildim kelishga, yaxshilik bilan tugayapti. İnsonni psixikasi tushunadi. Aha, demak hammasi joyida, biz qo'rqmasa ham bo'lar ekan. Shuning uchun u xavotirini yedirmaydi energiyaga, u qo'rquvni yedirmaydi energiyaga, поэтому energiya ko'pligidan u har sekund baxtli. Ya'ni baxtni qidirmaydi hech narsadan.